transport vositalarini mastlik holatida boshqarish. Bir yilda viloyatimiz avtomobil yo'llarida qanchadan qancha avtohalokatlar aynan transport vositalarini sarxush, mast holatda boshqarilgan transport vositalari ishtirokida sodir etilmoqda. Afsuski, so'nggi kunlarda viloyatimiz avtomobil yo'llarida o'tkazilayotgan nazorat reyd tadbirlari davomida hanuzgacha yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan transport vositalarini mast holatda boshqarayotgan haydovchilar aniqlanmoqda. Joriy yilning shu davriga qadar 1350 nafar haydovchilarimiz mast holatda transport vositalarini boshqarganlik holatlari aniqlangan. Bu esa atrofdagi boshqa harakat ishtirokchilarining xavfsizligiga va sog'ligiga jiddiy xavf solmoqda. Shu o'rinda jamoatchilik tomonidan o'rinli savol tug'iladi. Xo'sh, transport vositalarini mast holatda boshqarayotgan haydovchilarimizga nisbatan qonunchiligimizda qanday jazolar belgilangan? Bugun shu haqida ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasida transport vositalarini alkogolli ichimlikdan, mastlik holatida yoki giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop yoki shaxsning aql idrokiga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa moddalar ta'siri ostida boshqarishi transport vositalarini boshqarish huquqidan 3 yil muddatga mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solinishiga yoki 15 sutcha muddatga ma'muriy qamoqqa olishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 136-moddasida transport vositalari haydovchilarining va yo'l harakati ishtirokchilarining mast yoki mast emasligini aniqlash uchun o'tkaziladigan tekshiruvdan bo'yin tovlashi transport vositalarini boshqarish huquqidan 3 yil muddatga mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solinishiga yoki 15 sutcha muddatga ma'muriy qamoqqa olishiga sabab bo'ladi. Ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ham haydovchi ushbu huquqbuzarlikni takror sodir etsa, jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lib, Jinoyat kodeksining 261-1 moddasida transport vositasini mastlik holatida boshqarish yoki tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlash 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilinib, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 261-2 moddasida transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxsning transport vositasini boshqarishi xuddi shunday huquqbuzarlikni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 261-moddasida mastlik holatidagi shaxsni transport vositasini boshqarishiga yo'l qo'yish yoki boshqarishni unga topshirish, transport vositasidan foydalanish uchun mas'ul shaxs, uning egasi yoki foydalanish huquqiga ega bo'lgan shaxs tomonidan bila turib mastlik holatida bo'lgan shaxsga transport vositasini boshqarishiga yo'l qo'yishi yoki boshqarishni unga topshirish oqibatida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazishga sababchi bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilinib, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha qilmish odam o'limiga, halokatga va boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'rib turganingizdek, transport vositalarini mast holatda boshqarish, transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslar tomonidan transport vositalarini boshqarishi, shuningdek, mastlik holatidagi shaxsni transport vositasini boshqarishga yo'l qo'yish yoki boshqarishni unga topshirish ham jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning shu davri mobaynida ushbu huquqbuzarlikni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin
takror sodir etgan 46 nafar qo'pol qoidabuzar haydovchilarimiz jinoyat javobgarlikka tortilgan. Bugungi kunda tergov organlari tomonidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishliklarini so'raymiz. Unutmang, sarxushlik va mastlik holatida transport vositalarini boshqarish sizni halokatga yetaklaydi.